Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Keling bugun sizlar bilan homiladorlikdagi qorin og'rig'ini sabablari va uni tabiiy og'riq bilan xavfli og'riqdan farqini gaplashamiz. Har bitta homilador ayolda albatta qorin og'riqlari bo'ladi. Bu narsaga hamma homilador ayol ham xavfli deb qarashi shart emas. Sababi bu ba'zi ayollarda normada kechishi hisoblanadi. Qachon xavfli hisoblaymiz? Qachon xavfli hisoblanganda обязательно shifokor ko'rigiga borishlari kerak. Qachon tabiiy hisoblaymiz? Keling bugun sizlar bilan hozir shuni bir-biridan ajratib gaplashib beraman. Homiladorlikdagi tabiiy qorin og'riqlari bu birinchi trimestrda asosan bo'ladi, ya'ni erta homiladorlik davrida kuzatiladi. Buni sababi bachadonni razmeri kattalashganligi sababli, bachadonni atrofidagi boylamlar tortilganligi sababli qorinni pastida simirlovchi og'riq bo'ladi. Ya'ni diskomfort bo'lmaydi, og'riq kuchli bo'lmaydi, faqatgina simirlovchi og'riq. Bu norma hisoblanadi. Simirlovchi og'riq bu ya'ni qorinni pastki qismida, ichki qismida ba'zida og'riq sezishi ayollarda. Bu norma hisoblanadi. Buni sababi o'sha homiladorlikda progesteron gormonini ishlab chiqarishi sababli progesteron gormoni natijasida ichaklarda qabziyat paydo bo'ladi va gaz yig'iladi. Buni hisobiga o'sha qorinni pastida ba'zida ayollarda tortib og'rib qolishi mumkin. Og'riqda xarakteri kuchli bo'lmaydi, yengil bo'ladi. Bular norma hisoblanadi. Qachon shifokorga borish kerak? Qachonki homilador ayollarda qorindagi og'riqlar kuchli bo'lsa, ya'ni o'sha qorin sohasidagi og'riq kuchli, lokalniy bo'lsa, ya'ni joylashuvi joyi aniq bitta tochka bilan bo'ladigan bo'lsa, bunda albatta shifokor ko'rigiga borish kerak. Bundan tashqari homilador ayollarda qon ketish bilan ketsa og'riq, ya'ni normada hech qaysi homilador ayoldan qon kelishi kerak emas, hech qanaqangi ajralma kelishi kerak emas. Agarda ajralma bilan birga og'riq kuzatiladigan bo'lsa, bunda ham shifokor ko'rigiga borishlari zarur. Bundan tashqari homiladorlarda ajralmalar, ya'ni o'sha qonli ajralmalar borligida shifokorga borishingizni sababi bunda homila tushish xavfi juda ham yuqori bo'ladi. Ya'ni 90% holatlarda homila tushib qolishi mumkin. Shuning uchun zudlik bilan shifokorga borishingiz shart. Bundan tashqari homiladorlikdagi qorindagi tez va kam lekin kuchlilik darajasi yuqori bo'lgan og'riqlar ham homila tushish belgisi hisoblanadi. Bunda ham zudlik bilan shifokorga borishingiz zarur bo'ladi. Uy sharoitida homiladorlikdagi qorin og'riqlarini qanday qilib yo'qotish mumkin? Uy sharoitida tabiiy og'riqlarni biz ayol kishiga faqatgina pastelniy rejim buyuramiz, ya'ni tinchlik va yotoq rejimi bo'lishi kerak. Ikkinchisi, ovqatlanish ratsionida gazli, undan tashqari xamirli ovqatlar yemaslikni tavsiya beramiz. Uchinchisi bo'lsa, bu homiladorlarda yengil progrulka deymiz, ya'ni toza havoda nafas olishni maslahat beramiz. Agarda uy sharoitida ham og'riqlaringiz o'tib ketmasa, unda albatta ginekolog ko'rigiga chiqishingiz zarur bo'ladi. Agarda sizda ham shu va shunga o'xshagan muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, kommentga yozib qoldiring va sahifamga obuna bo'ling. Sababi shu va shunga o'xshagan masalalar va ginekologik muammolar haqida mana shu nimamda bir narsa qilardim.